Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat. Allah Teala barcamızın orazamızı kabul etsin, taravih namazımızı kabul etsin. Ramazan ayı barcamız mübarek olsun. Buna Talimul Mutaallim degan kitap var bizde. O'qiymiz bunu. Ilm alışının ilm alış yolu. Ilm alışının ilm alış yolu degan kitap var. Şu kitapta aytadi, bir şagird, bir bala to'liq bilim alib chiqish uchun 3 kishining niyati kerak deydi. 3 kishining niyati ixlosi kerak deydi. Birinchisi balani ixlosi kerak ekan, shogirdning ixlosi kerak ekan. Men o'qiyman, bilim olam, yaxshi bilim olib chiqam degan niyati kerak ekan. Ikkinchisi ustozning ixlosi kerak ekan. Ustoz o'z shogirdni o'qisa ekan, bilim olsa ekan degan ixlosi kerak ekan. Uchinchisi akaning ixlosi kerak ekan. O'z 3 odam ixlosi bir joyga jinogan кезде sonda bola to'liq bilim olib medresini bir to'liq bilim olib chiqadi ekan. Ulkan qari, ulkan alim olib imom bo'lib chiqadi ekan. Hurmatchan bunu shunday. Buni aytadi dedi. Musulmon odam balani ne uchun tarbiyalab o'sadi deydi. Musulmon odam o'zining balasini жаңағы ertaga menda o'rnilik bo'lam, o'rnilik bo'lgan kezimde, qaysi bo'lgan kezimde артынан duo qilib turadi deb жаңағы сонда ниетпен, жақсы ниетпен тәрбиелеген баласын. Баласын тәрбиелеп, жаңағы намаз оқиды, Құран оқиды, тақуа қылып, діндар қылып тәрбиелейді деген. Сонда ол жақсы болады деген. Сол адамның жаңағы баласының дұғасы артынан барып тұрады деген.